Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Алдыңғы xəbərlərimizdə biz Xitayning Məmləkətli Xalq Qurultayıda 15-ci 5 illik planını e'lon qilganligini, Millatlar İttifaqlığını kuchaytirish qonunini o'tirg'a qo'yganligini, planning qisqacha mazmunini, Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtəmin Əli əpəndining bununğa bergan bahasini, ba'zi analizchilarning Millatlar İttifaqlığını kuchaytirish qonuniga nisbatan e'lon qilgan maqolalarini, ya'ni Xitoyning nima maqsadda bu qonunlar va planlarni o'tirg'a qo'ydiganligining tafsilotini anglatgan edik. Bugun Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin bununğa qarşı e'lon qilgan axborotini diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin 13 mart kuni e'lon qilgan Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Xitoyning Millatlar İttifaqlığı qonunini ayıplaydı. Xitoy imperializmiga qarshi xalqaro harakatga chaqiriq qiladi nomli bayonotida Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 2026 yılı 12 mart günüdəki Xitoy Xalq Cumhuriyeti Məmləkətli Xalq Vəkillər Qurultayıda ma'qullanğan atalmış millatlarning ittifoqliq va taraqqiyotini kuchaytirish qonunini qat'iy rad qiladi va keskin bir til bilan ayıplaydi. Millatlar ittifoqligini kuchaytirish ramkasi ostidagi mazkur qonun Xitoyning tili, kültürü va kimligini Xitoy bo'lmagan millatlarga majburiy tengish qonuni ramkasini shakllantirib, xalqarалық irqiy ayrimchilikqa qarshi turish prinsipiga daxl taruz yetkazadi. Bu rəhimsiz siyosatlar imperializm, faşizm va irqchilikning tipik misoli. Millatlar İttifaqlığı qalbqi ostidagi sistemlik irqiy qirg'inchilik, mustamlika bo'ysundirishini qonunlashtirdi. Bu qonun Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va boshqa Xitoy osonliq millat deb atalgan millatlarning tilini qo'llanishni bostirib, ma'rif, media va ommaviy turmushda Xitoy tilini umumlashtirishni talab qiladi. U majburiy assimilyatsiya qilish, Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirib mustamlika qilish, nüfus yetkazishni tashkillash, demografiya qurilmini o'zgartirish, davlat yetakchiligidagi ko'chmanlarni o'ltiraqlashtirish plan programmasi, davlat majburlagan etnik guruhlararo to'y qilish, Xitoy bo'lmagan millatlarni o'z ona vatanida ojizlashtirish va yo'qotishni maqsad qiladigan bo'lib, bu siyosatlar irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolantirish kelishimnomasi bo'yicha irqiy qirg'inchilik o'lchimini tashkil qiladi. Millatlar İttifaqlığını buzg'unchilikqa uchratdi deb bilingan har qanday harakat aniqsizlik va umumyuzlik hukmlarga binoan jinoyat holatiga elib kelinmoqda. Xitoy bo'lmagan xalqning etnik va kultural kimliklarining, e'tiqodining, diniy amallarini qo'g'dishining tinch shaklda ifodalanishi og'ir jazoga uchramoqda. Diniy qurilishlar Xitoy Kompartiyasining xitoylashtirish siyosatiga uyg'unlashishga majburlanmoqda. E'tiqod, ibodat va diniy hayot bevosita davlatning kontroli ostiga ilinmoqda. Musulmon, buddist va boshqa xalqning diniy e'tiqodi sistemlik turda yo'qotilmoqda. Bu qonun Millatlar İttifaqlığını buzg'unchilikqa uchratdi deb Xitoy Xalq Cumhuriyetining sirtida ishlangan davlat alqagan bostirishini qonunli qilish doirasini kengaytirdi. Xitoyning irqiy qirg'inchilik va mustamlika harakatini oshkora qilgan diaspora jamiyati faoliyatchilar, ziyolilar va jurnalistlarni qo'rqitadigan bir mexanizmni barpo qiladi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor bu qonun Xitoy bo'lmaganlarni yo'qotish uchun qurollantirilgan bir plan. Şərq Türkistan, Tibet va Janubiy Mong'oliya xalqining kimligi, e'tiqodi, tili va mavjudligi yo'qolishga qarab izlanmoqda. Xalqaro jamiyat mustamlika va irqiy qirg'inchilik jinoyati qonunlashayotgan vaqtda ovozsiz qolsa bo'lmaydi deb ogohlantirdi. Bu tadbirlar Beyjonning 2014-yili boshlatgan, bu yil 12-yiliga kirgan atalmış terrorizmga qarshi xalq urushini, ya'ni Şərq Türkistan'da yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni kuchaytirdi. Bu tadbir Xitoyning qalaymaqon tutqun qilish, majburiy emgakka selish, nüfusni majburiy kontrol qilib olish, oilalarni parchalash, ishg'ol qilingan joylardagi diniy va kultural meroslarni sistemlik buzg'unchilikqa uchratishga yordam berdi. Bu qonun Xitoy Kompartiyasi va Xitoy hukumatining haqiqiy mohiyatini oshkorlaydi. Etnik barobarlik, rayon avtonomiyasi, asonliq millatlarning tili va kulturini qo'g'dash va'dalarining mustamlikachi, irqiy qirg'inchilikchi kun tartibini yoshirish, Xitoyning mustamlika hukmronligini kuchaytirish uchun laylangan intayin hiligar past taktikadan boshqa narsa emasligini ko'rsatdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtəmin Əli əpəndi Xitoyning tuzgan hech bir qonuni, bergan hech bir va'dasi, hech bir bayonotining xalqimizni qo'g'day olmaydiganligi oshkora. Şərq Türkistan, Tibet va Janubiy Mong'oliyaning qutulishining birdan-bir kapolati mustaqillikdir. Mustamlikadan qutulish bir tanlash emas, balki hayot mamatlik ishidir dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni, qurilishlarni va tashkilotlarni bu qonunni ayıplash,
Xitoy jahongirlik va vakillik qilgan mustamlika bo'ysundirishi sistemasini mag'lub qilishi kerak. Xalqaro jamiyat bu sistemalik irqchilik, mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik siyosatlariga mas'ul katibaşlarga jazo yurgizishi kerak. Beyjingning davlat halqigan bostirishiga qarshi turishi, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatidan javobgar qilishi, milliy o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'g'dishi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın prinsipleri ve xalqaro qonunlar asosida mustamlikachilikdan butunlay qutulish va mustaqillikni asliga keltirishni kafolatlantirish kerak deyildi. Yurt vataningni so'y. So'yishga salohiyating bormi? So'yishni xohlamsan? Undaqda so'y. Har bir go'zal narsani so'y. So'ygandimi to'yg'icha, qong'icha so'y. Agar sen so'yishga mafkura izlayotgan bo'lsang, undaqda ustida va ostida yashagan, suyini ichib, to'pisiga milinib cho'ng bo'lgan yurt vataningni so'y. Ko'z bilan ko'ringan, qo'l bilan tutgan, gulinishi o'z qo'lingda bo'lgan turk yurtini, Sharq Turkistonni so'y. Xiyoliy, e'tiborsiz, fantaziyalik mafkuralarga oshiq bo'lma, yolg'onga ishonib qolma, haqiqatga tayan. Ey yigit, bu tuproqning odami ekanligingni hech qachon unutma. Yurtingni so'y. Yurt Vatan hamma narsadan ustun va kuchli bo'lgan bir shuurdir. Vatan degan so'zni aytgan, eshitgan, anglagan, o'ylagan hamon hech qachon taqat qila olmaymiz. O'yg'inimiz, titraymiz, qimirlaymiz. İçimizdə tatlıq bir hayajan tug'iladi. Bu hayajan odatdagi hayajan emas. Tushlar bilan umid, arzu va iztiroblar bilan birlashgan hayajandir. Bu hayajanning jush urgan paytini tahlil qilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Vaholanki, aql buningga qanoat topmaydi. Bilmek isteydi. Kainatni, Allah'ni, o'tmishni, kelgusini bilishni isteganga o'xshash vatanni bilishni isteydi. Biz mana buni bildirishga kirishaylik. Yurt, vatan desila esimizga bir tuproq partisi coğrafiyaviy jihatdan bir davlat keladi. Muayyan chekchegara doirasiga joylashgan tog'lar, daryolar, yayloqlar, gul-giyohlar, ming bir turlik tabiat manzaralari, o'ziga yarasha go'zalligi va cho'ngligi bor tuproq partisi ko'z oldimizga keladi. Odatda biz bularning hammasini obyektiv modda nuqtasidan, coğrafiyalik jihatdan, geologiyalik nuqtai nazardan qarab bilalaymiz. Biroq bularning hech birida vatan tushunchasidagi hayajonni topolmaymiz. Shunga biz vatanning mundaqli bir tuproq partisidan emasligiga, vatanning fizikalik dunyodan olqigan bir narsa ekanligiga ishonamiz. Acaba yurt vatan ushbu tuproq ustida turib sumirayotgan havo, ichgan suv, yegan bug'doy bo'lmaydimi? Acaba vatan jimi borlig'imizni ta'minlagan ona manba emasmi? Yurt vatan fikri manfaat, ishlab chiqarish, baxt saodat va tasarruf tushunchasiga yot bir narsa. Yurt vatan undaq to'xtamay sumiriladigan narsa emas. Balki u yo'lida jon fido qilinadigan muqaddas va ustun bo'lgan ma'naviy davlatdir. Yurt vatan go'yo saodatidan bakroq qayg'ulanib o'tadigan, yo'lida o'zimizning butkul borlig'imizni ko'zga ilmagan bir mafkuraga o'xshaydi. Bu jihatdan yurt vatan bir mafkuradir. O'zimdan, milliy va kishilik shaxsiyatimdan voz kechgan, tunugunki, bugungi va atki kunimdan ayrilgan aman yurt vatanni go'yo o'zimdan, axloqimdan, ma'naviy hayotimdan, irodamdan, idealimdan ayrim bir zimindek, jonsiz bir narsadek ko'rib olgan zaman nima uchundir tushunolmay qolaman. Yurt degani o'zim shu, vatan aslida o'zimmi deb qolaman. O'ylayman, oxiri deymanki, durust. Ya'ni vatan demak, men demak, vatan demakdir deyman. Undaqda mendagi bu tug'ma manlik qayerdan kelgan deyishga boshlayman. Ajaba bu xil manlik moddiy, organik va ro'yi mavjudligimdan kelganmi? Yana o'ylayman. Deymanki, yo'q, men yolg'iz emasman. Bu yerda bir menla emas, boshqalarmi bor. Ularmi xuddi menga o'xshaydi. Undaqda bu boshqalar kimlar? Amaliyotda mazkur boshqalarmi menga o'xshash go'sh va sumakdan bitgan organik jonliq. Fiziologiyalik qonunlarga, psixologiyalik, ro'yi iztirar, ya'ni chorsizliklarga bog'langan tutqun bo'lgan qoniylar, ya'ni qanoatkorlar turkumidandir. Men vatanning ilohiy muqaddasligiga manba bo'la olmasam, boshqalarning yakuniy xulosasi, jamiysi qandoqmi manba bo'la olsin? Qaysi mo'jiza ularga bu imtiyozni bera olsin? Demak, vatan mendan iborat emas. Shundaqla menga o'xshash boshqalardan iborat bo'lib qolmaydi. Undaqda masalaning siri nima? Oxiri ko'rib yetdim, uyg'ondim.
Bu ishning siri mening va boshqalarning hamda bugun yashagan va tunugun yashaganlarning qo'lida barpo bo'lgan ma'naviy qimmatlar, ya'ni qadriyatlarda ekan. Alayliq turk yurti bor. Shuning bilan bir vaqtda bu elning tarixida ko'plagan insoniy qimmatlar bor. Tilimiz, to'rimiz, san'atimiz, falsafamiz, saodat va falokatni sezishimiz, to'g'riliq, yaxshilik va go'zallik engimiz, ixtirolarimiz, avlodlarimizga va barcha insonlarga o'rgatganlarimiz hammasi qimmatlarimizdir. Yurt, vatan quruq xiyol bo'lmasdan, balki bir haqiqatdir. Chunki haqiqatdan kelgan bir qimmat, bir vijdon manbasi sifatida biz turklar, Sharq Turkistonliklar bormiz. Yurt, vatan engiga yaxshiroq sinchilgan vaqtda uning ichida yolg'iz tunugun haqiqatga aylangan qimmatlarni emas, atimo ham haqiqatga aylanadigan qimmatlarni topamiz. Shuning uchun yurt, vatan milliy mavjudligimizning faqatla o'tmishi bo'lib qolmasdan, u yana o'z navbatida mavjudligimizning kelajagidir. Yurt, vatan bo'lg'achqa biz bo'la oldik. U bo'lg'achqa biz holatimizda qola oldik. Uning sayesinde biz yana yangi o'zligimizga erishganmiz. Bu ma'nodan vatan bir butun mavjudligi bilan eng oliy va muqaddas joydir. Xullas, vatan muqaddasdir. Manba Erkesti 229-son 1948-yili 17 dekabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.